Assalomu alaykum, hurmatli ishonchli obunachilar, kuzatuvchilari. Bugun 2025-yil 30-aprel sanasi. Kecha 29-aprel sanasida juda ham kuchli shamol kuzatildi barcha joylarda. Bugun ham sal-pal shamol bo'lib turibdi, lekin 30-aprel kuni kechagidek kuchli emas. Palaklarimizdan xabar olgani keldik. Shamolda qanaqa talafotlar bo'lgan hozir ko'rsatib o'taman. Biz o'ylagandan ko'ra talafotlar kamroq bo'lgan ekan. Mana bu do'galarimiz narxlarini sal-pal olishgan shamol, lekin unchalik darajada emas, o'ylaganimizdan ko'ra kamroq. Do'ga palaklarimizga keladigan bo'lsak, shamol narxlarini, ba'zi bir narxlarini olgan, lekin asosiy narxlari joyida. Hosillari ham ziyon yetgan. Mana hosillar mana bunaqa qorayib qolgan. Anaqa holatda qolgan hosillar. Bularni uzib tashlaymiz. Bizga keragi yo'q endi. Bularni qoldirganni foydasi yo'q. Mana bu jarohat. Bu hozir tarvuzcha kichikligida shunaqa bo'lib turibdimi? Kattarganda ancha katta jarohat hisoblanadi bu. Endi bizga kerak emas. Bularni o'zib tashlaymiz. Mana bu palakda ham bu tarvuzchani qoldirsam bo'ladi. Hech qisi yo'q. Bu kichik tarvuzlarni o'zib tashlaganimiz bilan bizga o'rniga mana bunaqa tarvuzchalar qolyapti. Chunki bularga shamol ta'sir ko'rsata olmaydi bular. Ancha katta bo'lib qolgan. Bitta palakda ikkita uchtadan bor. Hali bularni yagonasini, ya'ni uzib chiqishlarini ham qilib chiqamiz. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, ba'zi hosillarimizga shamol o'zini ta'sirini ko'rsatdi baribir. Ba'zilariga yo'q. Chunki variantlar ko'p. Bunisini urgan bilan shamol ta'sir qilgan bilan ba'zilariga ta'sir qilmagan, shuning uchun unchalik xavotir olmasak ham bo'ladi. Palaklarimiz juda ham jadal hosil ishlashga kirishib ketgan. Hosillar bir xillari ancha katta bo'lib qolgan. Mana bunga ham shamol ta'sir qilgan. Buni qoldira olmaymiz. Lekin mana bunisi bo'ladi. Kanalimizga kuzatib borsangiz, poliyamiz haqida to'liq ma'lumotlar berib video qilamiz yaqinda. Boshqa ekinlarimiz ham bor, do'ga, qovun ekkanmiz, mana pomidor ekinlarimiz bor. Ozroq kechki o'rtacha tarvuzlarimiz bor. Shular haqida batafsil video qilib ko'rsatib o'taman. Keyingi videomizda kanalimizga kuzatib borsangiz, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.